أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, hurmatli opa-singillar. Mana Alloh taoloning madadi bilan tajvid darslarimizni ham boshlaymiz. Inshaalloh Alloh taolodan duo qilib turaylik. Alloh boshlagan ishlarimizni xayrli va davomli qilsin. Hammamizga ma'lum, Qur'oni Karim Alloh taolo tomonidan biz mo'min musulmonlarga yuborilgan bir eng ulug' ne'matlardan, bir buyuk mo'jizalardan biri hisoblanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimni biz musulmonlarga hayot dasturi qilib bergan ekan. Bu ulug' kitobni o'qish, o'rganish, unga amal qilish har bir mo'min musulmon uchun juda bir muhim masala hisoblanadi. Lekin bunga erishish uchun birinchi navbatda biz Qur'oni Karimni to'g'ri, chiroyli va tajvid qoidalariga amal qilgan holda o'qishni o'rganishimiz lozim bo'ladi. Inshaalloh mana shu darslarimizni asosiy maqsadi ham shu. Shu darslarimizni oxirida shu Qur'oni Karimni chiroyli qilib tajvid qoidalariga amal qiladigan holda o'qiydigan bo'lib chiqish. Qur'oni Karimni o'qish, o'rganish fazilatlari haqida ko'p gapirish mumkin. Biz esa bir darsimiz cho'zilib ketmasligi uchun ba'zi bir hadislar bilan chegaralanamiz. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim Allohning kitobidan bir harf o'qisa, bitta yaxshilik yoziladi. Har bir yaxshiligi 10 barobar mislicha qilib beriladi. Men alif, lam, mimni bir harf demayman, balki alif bir harf, lam bir harf va mim bir harfdir deb aytganlar. Bu hadis Imom Termiziyda rivoyat qilingan. Demak, Qur'oni Karimni agar o'qisak, inshaalloh har bir harf uchun Alloh taolo bizga 10 barobar qilib, ya'ni ajr berar ekan, ya'ni 10 ta ajr yozilar ekan nomai amolimizga. Abu Umama radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'on o'qinglar, chunki Qur'on qiyomat kunida o'qiguvchilarga shafiy bo'ladi dedilar. Imom Muslim rivoyat qilganlar bu hadisni. Demak, Qur'oni Karimni o'qib, unga amal qilgan kishilarga qiyomat kunida Qur'oni Karim shafoatchi bo'lar ekan. Endi bevosita bu darsimizga o'tamiz. Demak, darslarimizni arab alifbosini o'rganishdan boshlaymiz. Tajvid ilmining asosi mana shu harflarning talaffuzini to'g'ri o'rganishdan boshlanadi. Mana ko'rib turibsiz, arab alifbosi 28 ta harfdan iborat. Ba'zi manbalarda 29 ta ham deyiladi. Ya'ni bitta harfni ba'zi kitoblarda alifboga kiritilgan bo'lsa, ba'zilarda uni belgi deb atashgan. Uni ham o'z vaqtida o'rganamiz. Boshqa alifbolardan farqi, arab alifbosida bosh va kichik harflar yo'q. Ya'ni Kiril yoki Lotin alifbosi katta harf, kichik harf desak, bu yerda unaqa yo'q. Lekin yana bitta katta farqi, so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida kelishiga qarab, harflar turli ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ya'ni turlicha yozilishi mumkin. Yana bitta e'tibor beradigan tarafimiz, harflar juda ko'pi bir-biriga o'xshash. Ularni yagona farqi usti yoki ostidagi nuqtalardan ajratib olamiz. Ushbu harflardan ko'pi bizning o'zbek zamonaviy tilimizda ham bor, lekin ko'pi yana ba'zilari vaqt o'tishi bilan bizning o'zbek tilimizdan chiqib ketgan. Ya'ni Kiril va Lotin alifbosiga o'tishimiz natijasida ba'zi tovushlar yo'qolib ketgan. Shuning uchun inshaalloh ularni ham o'rganishimiz kerak bo'ladi. Endi bevosita mana bugungi darsimizga o'tamiz.